Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun biz siz bilan juda ham muhim, aytish mumkinki, ko'pchiligimizni tashvishga solayotgan, ba'zilarini esa allaqachon jiddiy muammolar girdobiga tortib ulgurgan bir mavzu haqida atroflicha suhbatlashamiz. Gap shundaki, oxirgi vaqtlarda pensionerlar o'z kvartiralari uchun endi qo'shimcha soliq to'lashi shartmi degan savol. Ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda, ayniqsa pensionerlar orasida keng muhokama qilinmoqda. Ba'zilar bu yangilikni shunchaki mish-mish deb hisoblayotgan bo'lsa, boshqalar allaqachon soliq xabarnomalarini olib, nima qilishni bilmay bo'shi qotgan. Shuning uchun bugungi videomizda biz ushbu masalaga oydinlik kiritamiz. Barcha nuanslarni tahlil qilamiz va sizga aniq, tushunarli yo'l yo'riqlar beramiz. Ushbu ma'lumot har bir pensioner, har bir mulkdor uchun, hatto yaqin kelajakda mulk sotib olishni rejalashtirayotganlar uchun ham o'ta muhimdir. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir tafsilot sizning moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Videoni boshlashdan avval sizdan kichik bir iltimos, hoziroq kanalimizga obuna bo'ling. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying, toki keyingi muhim videolarimizni o'tkazib yubormang va albatta ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu bizga ko'proq odamlarga foydali ma'lumot yetkazishga yordam beradi. Muammoning mohiyati avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo ushbu masalaning ildizlariga yetib boraylik. Respublikamizda uzoq yillar davomida amalda bo'lgan soliq qonunchiligiga ko'ra jismoniy shaxslar, jumladan hurmatli pensionerlarimiz ham ko'chmas mulk solig'idan ma'lum darajada imtiyozlarga ega edilar. Xususan, pensiya yoshidagi fuqarolar odatda o'zlarining yagona yashash joyi bo'lgan kvartira yoki xonadon uchun mulk solig'i to'lashdan butunlay ozod qilinardi yoki juda jiddiy imtiyozlarga ega bo'lardi. Bu qonun bir tomondan ijtimoiy adolat tamoyillariga asoslangan bo'lib, davlatning ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatining bir qismi edi. Pensionerlarimiz hayotining oxirgi davrida moddiy jihatdan qiynalmasliklari, o'z uy joylari uchun qo'shimcha xarajatlarga duch kelmasliklari uchun bu qulaylik yaratilgan edi. Ammo so'nggi yillarda mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, soliq tizimini shaffoflashtirish va adolatli taqsimlashga qaratilgan chora-tadbirlar doirasida ko'chmas mulk solig'iga oid qonunchilikka muhim o'zgarishlar kiritildi. O'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, endilikda pensionerlar uchun ko'chmas mulk solig'idan beriladigan imtiyozlar har bir mulkdorga nisbatan faqat bitta turdagi ko'chmas mulk obyekti uchun qo'llaniladi. Ya'ni, agar sizning nomingizda bir nechta kvartira yoki boshqa turdagi ko'chmas mulk obyektlari mavjud bo'lsa, siz faqat bittasi uchun imtiyozdan foydalanishingiz mumkin. Qolganlari uchun esa umumiy tartibda soliq to'lashingiz shart bo'ladi. Bu o'zgarish asosan mulkchilik munosabatlarida adolatni ta'minlash, ya'ni ko'p mulkka ega bo'lgan shaxslarning, shuningdek nafaqaxo'rlar bo'lsa ham, davlat budjetini shakllantirishda o'z hissalarini qo'shishlari kerak degan tamoyilga asoslanadi. Bu yangi tizim ko'chmas mulk bozorida spekulyatsiyani kamaytirish, foydalanilmay turgan yoki ijaraga berilayotgan mulklarni samaraliroq ishlatishni rag'batlantirish hamda soliq bazasini kengaytirish kabi bir qancha iqtisodiy maqsadlarni ko'zda tutadi. Oddiy qilib aytganda, agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz va nomingizda bitta emas, ikkita, uchta yoki undan ko'proq kvartira bo'lsa, bu kvartiralarning birinchisi, ya'ni siz doimiy yashaydigan yoki ro'yxatdan o'tganingiz uchun imtiyoz qo'llanishi mumkin. Qolgan kvartiralar uchun esa qo'shimcha mulk solig'ini to'lashingizga to'g'ri keladi. Bu yangilik albatta ko'pchilik uchun kutilmagan holat bo'ldi. Ayniqsa butun umri davomida jamg'argan pullariga bir necha kvartira sotib olib, ularni o'z farzandlariga yoki nevaralariga atab qo'ygan pensionerlarimiz uchun bu masala juda og'riqli bo'lib qoldi. Asosiy qism bin nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar yo'q. Endi esa ushbu yangiliklar kimlarga ta'sir qilishini va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu qoidalar asosan jismoniy shaxslarning ko'chmas mulkiga nisbatan qo'llaniladigan mulk solig'iga tegishli. Birinchidan, kimlar tashvishlanishi kerak? Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz va sizning nomingizda ikkita yoki undan ortiq kvartira, shuningdek uy-joy, noturar joy binolari, masalan, omborxona, do'kon, ofis, ishlab chiqarish binolari mavjud bo'lsa, siz ushbu qoidalarning bevosita ta'siriga tushasiz. Muhimi, bu kvartiralarning bittasi sizning asosiy yashash joyingiz bo'lishidan qat'iy nazar.
Qolganlari uchun soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Keling, buni bir nechta hayotiy misollar orqali tushuntirib beray. Birinchi misol, Oysha buvining holati. Faraz qilaylik, 72 yoshli Oysha buvi Toshkent shahrida yashaydi. Uning nomida 3 ta kvartira bor. Birinchi kvartira Chilonzor tumanida joylashgan bo'lib, Oysha buvi o'sha yerda ro'yxatdan o'tgan va doimiy yashaydi. Ikkinchi kvartira Sargeli tumanida joylashgan bo'lib, bu kvartira Oysha buvining chet elda ishlaydigan o'g'li uchun sotib olingan va hozircha bo'sh turibdi. Uchinchi kvartira esa Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'lib, Oysha buvi bu kvartirani ijaraga bergan va o'z pensiyasiga qo'shimcha daromad olib turadi. Avvalgi qonunchilikka ko'ra Oysha buvi uchala kvartira uchun ham mulk solig'idan butunlay ozod edi. Endilikda esa vaziyat o'zgardi. Oysha buvi faqatgina Shilonzordagi o'zi yashayotgan kvartira uchun imtiyozdan foydalanishi mumkin. Sargeldagi bo'sh turgan va Mirzo Ulug'bek tumanidagi ijaraga berilgan kvartiralar uchun unga mulk solig'i hisoblanadi. Soliq miqdori albatta kvartiraning kadastr qiymati va hududga bog'liq bo'lgan soliq stavkasiga qarab belgilanadi. Masalan, agar har bir qo'shimcha kvartiraning kadastr qiymati 5000 million so'm bo'lsa va soliq stavkasi 0,2% bo'lsa, u har bir kvartira uchun yiliga 1 million so'mdan jami 2 million so'm qo'shimcha soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu Oysha buvining pensiyasi uchun sezilarli yuk bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Ahmad amakining vaziyati. Tasavvur qiling, 6 akasi yoshli Ahmad amaki Farg'ona viloyatida yashaydi. Uning nomida 2 ta uy bor, biri shaharda, ikkinchisi qishloqda. Shahardagi uyda u o'z rafiqasi bilan yashaydi va ro'yxatdan o'tgan. Qishloqdagi uy esa meros bo'lib qolgan va u yerni yozgi dam olish uchun ishlatadi. Ba'zida esa yig'in marosimlarini o'tkazadi. Ahmad amaki avval ham ikkala uy uchun soliqdan ozod edi. Yangi qonunchilikka ko'ra u faqat shahardagi asosiy yashash joy bo'lgan uy uchun imtiyozdan foydalanishi mumkin. Qishloqdagi ikkinchi uy uchun esa unga ham mulk solig'i hisoblanadi. Agar qishloqdagi uyning kadastr qiymati 200 million so'm bo'lsa va soliq stavkasi 4,1 bo'lsa, u yiliga 200 ming so'm qo'shimcha soliq to'lash kerak bo'ladi. Garchi bu miqdor Oysha buvining holatidagidek katta bo'lmasa ham, Ahmad amaki uchun bu kutilmagan xarajat bo'ladi. Kimlar tashvishlanishi shart emas. Agar siz pensiya yoshida bo'lsangiz va sizning nomingizda faqat bitta kvartira yoki uy-joy mavjud bo'lsa, u holda siz ushbu yangi qoidalardan tashvishlanmasligingiz kerak. Siz avvalgidek o'sha yagona uy-joyingiz uchun mulk solig'idan to'liq ozod bo'lasiz. Bu imtiyoz saqlanib qolgan yagona uy-joyga ega bo'lgan pensionerlarni qo'llab-quvvatlash siyosatini davom ettirmoqda. Uchinchi misol, Gulnora xolaning holati. 65 yoshli Gulnora xola Buxoro shahrida yashaydi. Uning nomida faqat bitta kvartira bor va u o'sha yerda ro'yxatdan o'tgan. Gulnora xola avval ham, hozir ham o'z kvartirasi uchun mulk solig'idan ozod bo'ladi. Unga hech qanday qo'shimcha to'lov hisoblanmaydi. U xotirjam bo'lishi mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, mulk solig'i hisoblashda hududiy koeffitsiyentlar ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, Toshkent shahridagi kvartiralarning kadastr qiymati va soliq stavkalari viloyatlardagi kvartiralarnikidan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Bu esa Toshkentda bir nechta kvartiraga ega bo'lgan pensionerlar uchun soliq yukining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Asosiy qism 2. Qoidalarning istisnolari. Tuzoqlari va noaniq nuanslari soliq qonunchiligi har doim ham oddiy bo'lmaydi. Unda bir qancha istisnolar, o'ziga xos holatlar va noaniq nuanslar mavjud bo'ladi. Ularni bilish sizni ortiqcha xarajatlardan yoki qonunbuzarliklardan saqlashi mumkin. Istisnolar va imtiyozlar. Birinchi mulk uchun imtiyoz. Yuqorida aytib o'tganimizdek, pensionerlar uchun birinchi tanlab olingan ko'chmas mulk obyekti uchun mulk solig'idan imtiyoz saqlanib qoladi. Bu obyekt odatda sizning asosiy yashash joyingiz hisoblanadi. Ammo agar sizning nomingizda bir nechta mulk bo'lsa va ular orasida eng qimmati aynan siz yashayotgan kvartira bo'lmasa, siz soliq organiga murojaat qilib qaysi mulk uchun imtiyoz qo'llanilishini o'zingiz tanlash huquqiga egasiz. Bu juda muhim nuans. Agar siz eng qimmat mulkni imtiyozli qilib tanlasangiz, qolgan kamroq qiymatga ega mulklar uchun to'laydigan soliq miqdori kamayadi. Buni tushunish va to'g'ri amalga oshirish muhimdir. 2. Qishloq joylardagi turar joylar. Ba'zi hududlarda, xususan qishloq joylarda joylashgan turar joylar uchun soliq stavkalari yoki kadastr qiymatlari shaharlardagidan sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shuningdek, aniq qoidalarda qishloq joylardagi ayrim turdagi uy joylarga nisbatan alohida yondashuvlar belgilangan bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim hollarda
qishloq joylardagi kichikroq uy-joylar umuman soliqqa tortilmasligi mumkin. Agar ular asosiy yashash joyi bo'lmasa ham. Ammo bu har bir viloyat va tuman uchun mahalliy hokimiyat organlarining qarorlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu masalani aniqlashtirish shart. Umumiy mulkchilik. Agar kvartira bir necha shaxsga, masalan, er-xotinga umumiy egalik huquqi asosida tegishli bo'lsa, u holda soliq har bir mulkdorning ulushiga mutanosib ravishda hisoblanadi. Agar er yoki xotin pensioner bo'lsa, uning ulushiga nisbatan imtiyoz qo'llanilishi mumkin. Ammo boshqa sherik pensioner bo'lmasa, uning ulushi uchun soliq to'lanishi kerak. Bu yerda ham imtiyoz faqat birinchi mulk uchun qo'llanilishini hisobga olish kerak. Masalan, er-xotin ikkalasi ham pensioner bo'lsa va ularning nomida ikkita kvartira umumiy mulk sifatida mavjud bo'lsa, ular faqat bittasi uchun imtiyozdan foydalanishi mumkin, ikkinchisi uchun esa umumiy tartibda soliq to'lashi kerak, dedi. Meros bo'lib o'tgan mulklar. Meros bo'lib qolgan kvartira ham agar u pensionerning nomiga rasmiylashtirilsa, uning mulki hisoblanadi va yuqoridagi qoidalar unga ham taalluqli bo'ladi. Ya'ni, agar pensionerning o'z nomida bir kvartira bo'lib, ustiga meros orqali yana bir kvartira olgan bo'lsa, u ushbu ikkinchi kvartira uchun soliq to'lashi shart bo'ladi. Tuzoqlar va noaniq nüanslar 1. Asosiy yashash joyi tushunchasi. Soliq qonunchiligida asosiy yashash joyi tushunchasi aniq belgilangan bo'lishi kerak. Odatda bu siz doimiy ro'yxatdan o'tgan manzil hisoblanadi. Ammo agar siz bir nechta joyda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz yoki hech qaysi joyda ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu kam uchraydi. Soliq organlari sizning asosiy yashash joyingizni aniqlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Bunday hollarda sizdan qo'shimcha hujjatlar, masalan, kommunal to'lovlar cheklari, pochta yozishmalari talab qilinishi mumkin. Shuningdek, yuqorida aytib o'tganimdek, agar sizning nomingizda bir nechta mulk bo'lsa, siz soliq organiga ariza bilan murojaat qilib, qaysi mulkni imtiyozli deb hisoblashni tanlash huquqiga egasiz. Bu esa sizga soliq yukini optimallashtirish imkonini beradi. Soliq organi odatda eng qimmat mulkni imtiyozli deb qabul qilmaydi, balki sizning rasmiy ro'yxatdan o'tgan manzilingizni asos qilib oladi. Shuning uchun bu borada o'zingiz tashabbus ko'rsatishingiz lozim. 2. Moliyaviy yukni hisobga olmaslik. Ba'zi pensionerlar, ayniqsa pensiyasi kam bo'lganlar, ikkinchi kvartira uchun to'lanadigan soliqni o'z byudjetlariga og'irlik qilishini hisobga olmasdan soliq xabarnomasini e'tiborsiz qoldirishlari mumkin. Bu esa keyinchalik jarimalar va penya hisoblanishiga olib keladi. Soliq majburiyatlariga jiddiy yondashish juda muhim. 3. Ma'lumotlarning eskirishi yoki noto'g'ri ekanligi. Kadastr ma'lumotlari yoki soliq organlaridagi ma'lumotlar bazasida xatolar bo'lishi mumkin. Ba'zida mulkning kadastr qiymati noto'g'ri hisoblangan bo'lishi yoki sizga tegishli bo'lmagan mulk sizning nomingizga yozilib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarda siz soliq xabarnomasini olganingizdan keyin darhol soliq organiga murojaat qilishingiz va ma'lumotlarni tekshirtirishingiz shart. 4. Ijaraga berilgan mulklar. Agar sizning ikkinchi yoki uchinchi kvartirangiz ijaraga berilgan bo'lsa, siz nafaqat mulk solig'ini, balki ijaradan olingan daromad uchun ham daromad solig'ini to'lashingiz shart. Bu ikki turdagi soliq bir-biridan mustaqil hisoblanadi va har ikkisi ham qonuniy majburiyatdir. Ko'plab pensionerlar ijaradan olingan daromadni soliqdan yashirishga harakat qilishadi. Ammo zamonaviy soliq tizimlari va ma'lumotlar almashinuvi sharoitida bu tobora qiyinlashib bormoqda. Bank o'tkazmalari, kommunal to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar, hatto qo'shnilarning murojaatlari ham soliq organlariga sizning ijaradan daromad olayotganingiz haqida ma'lumot berishi mumkin. Amaliy maslahatlar: tomoshabin nima qilish kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar tashlashingiz lozim? Soliq xabarnomasi kutmang, o'zingiz ma'lumot to'plang. Birinchi navbatda siz o'zingizning nomingizda nechta ko'chmas mulk obyekti borligini aniqlang. Bu nafaqat kvartira, balki uy, noturar joy binolari, garaj va hokazolarni ham o'z ichiga oladi. Buni kadastr agentligining hududiy bo'limlaridan yoki davlat xizmatlari markazlari orqali bilib olishingiz mumkin. Ba'zi hollarda MyTokov.uz portali orqali ham o'zingizga tegishli mulklar ro'yxatini tekshirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, agar sizga hali soliq xabarnomasi kelmagan bo'lsa, soliq idorasining rasmiy veb-sayti soliq.uz orqali yoki shaxsiy kabinet orqali o'zingizga hisoblangan soliq qarzdorligini tekshirishingiz mumkin. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarning oldini olishga yordam beradi.
2. Soliq inspeksiyasiga murojaat qiling va aniqlik kiriting. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa va ulardan qaysi biri uchun imtiyoz qo'llanilishi kerakligini aniqlashda shubhangiz bo'lsa, zudlik bilan yashash joyingizdagi soliq inspeksiyasiga murojaat qiling. Mutaxassislar sizga barcha qoidalarni tushuntirib berishadi va qaysi mulk uchun imtiyoz qo'llanishi mumkinligini aniqlashda yordam berishadi. Aytishim kerakki, mulkning kadastr qiymati eng yuqori bo'lgan obyektga imtiyozni tanlash umuman olganda siz uchun eng foydali bo'ladi. Buning uchun siz yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Pasportingiz asli va nusxasi. Pensiya guvohnomasi asli va nusxasi. Sizning nomingizda bo'lgan barcha ko'chmas mulk hujjatlari, kadastr pasporti, mulk huquqini tasdiqlovchi guvohnoma, oldi-sotdi shartnomasi va HKK asli va nusxalari. Agar siz imtiyozni qaysi mulk uchun qo'llashni tanlashni istasangiz, bu haqida Soliq inspeksiyasi boshlig'i nomiga yozilgan erkin shakldagi ariza. Arizada mulkning manzili, kadastr raqami va imtiyozni qo'llash sababini ko'rsatish lozim. O'tib soliqni o'z vaqtida to'lang. Agar sizga qo'shimcha mulk solig'i hisoblangan bo'lsa, uni belgilangan muddatlarda to'lashingiz shart. Soliq to'lash muddatlari odatda har yili iyun oktyabrga qadar va iyun dekabrga qadar 2 bosqichda amalga oshiriladi. Agar soliqni o'z vaqtida to'lamasangiz, sizga penya va jarimalar hisoblanishi mumkin. Soliqni onlayn, bank orqali yoki pochta bo'limlari orqali to'lashingiz mumkin. Davlat soliq qo'mitasining soliq uz saytidagi shaxsiy kabinetingiz orqali soliqni to'lash eng qulay usullardan biridir. 4. Agar soliq xabarnomasida xatolik topsangiz, agar sizga kelgan soliq xabarnomasidagi ma'lumotlarda noto'g'rilik, ya'ni mulkning kadastr qiymati noto'g'ri hisoblangan bo'lsa yoki sizga tegishli bo'lmagan mulk uchun soliq hisoblangan bo'lsa, darhol soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizangizga tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Soliq organlari arizangizni ko'rib chiqib, xatoliklarni tuzatishlari shart. Murojaat muddati odatda 30 kunni tashkil etadi. 5. Ijaraga berilgan kvartiralar uchun daromad solig'ini unutmaymiz. Agar sizning qo'shimcha kvartirangiz ijaraga berilgan bo'lsa, siz ijaradan olingan daromad uchun ham soliq to'lashingiz shart. Bu daromad solig'i har chorakda yoki yil yakunida deklaratsiya asosida to'lanadi. Soliq stavkalari O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksida belgilangan. Bu masalada ham soliq inspeksiyasi mutaxassislari sizga yordam berishlari mumkin. Ya'ni siz ijara shartnomasini rasmiy ro'yxatdan o'tkazib, har oy olinadigan ijara pulidan belgilangan foizda daromad solig'i to'lashingiz kerak bo'ladi. Bu nafaqat qonuniy majburiyat, balki kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan moliyaviy muammolarning oldini olish uchun ham muhimdir. 6. Mulkni qayta rasmiylashtirish yoki sotish masalasi. Agar siz 2 yoki 3 kvartira uchun soliq to'lashni istamasangiz va bu kvartira sizga moliyaviy yuk bo'lsa, siz uni farzandingiz yoki nabrangiz nomiga o'tkazishingiz, hadya qilish yoki sotishingiz mumkin. Ammo bu harakatlarning ham o'z soliq oqibatlari borligini unutmang. Hadya shartnomasi rasmiylashtirilganda yaqin qarindoshlar orasida bo'lsa daromad solig'i to'lanmaydi, ammo notarius xizmatlari uchun to'lovlar mavjud. Sotishda esa ma'lum muddat ichida sotilgan mulkdan olingan daromad uchun daromad solig'i hisoblanishi mumkin, agar mulk uzoq muddat ushlab turilmagan bo'lsa. Bu masalalarda notarius yoki yuridik maslahatchi bilan alohida maslahatlashish tavsiya etiladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda biz pensionerlar uchun ko'chmas mulk solig'iga kiritilgan yangi o'zgarishlarni atroflicha tahlil qildik. Umid qilamanki, siz bu ma'lumotlardan kerakli xulosalarni chiqardingiz. Shuni unutmangki, har qanday soliq qonunchiligidagi o'zgarishlarga jiddiy yondashish, o'z vaqtida ma'lumot olish va tegishli choralarni ko'rish sizni kelajakdagi moliyaviy muammolardan himoya qiladi. Davlatimizning soliq siyosati adolatni ta'minlashga va barcha fuqarolarning davlat budjetini shakllantirishdagi ishtirokini oshirishga qaratilgan. Bu jarayonda ayniqsa hurmatli pensionerlarimizning huquq va majburiyatlarini tushunishlari muhim ahamiyatga ega. Agar sizda ushbu mavzu bo'yicha qo'shimcha savollar, fikrlar yoki siz duch kelgan vaziyatlar haqida ma'lumotlar bo'lsa, iltimos ularni video ostidagi izohlarda yozib qoldiring. Sizning savollaringiz bizga keyingi videolarda yanada chuqurroq mavzularni yoritishga yordam beradi. Shuningdek, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. O'zingizni
va yaqinlaringizni asrang, moliyaviy savodxonligingizni oshiring va doimo qonunchilikdagi yangiliklardan xabardor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha